Hammaga salom qizlar. Bugun sizlar bilan men makiyaj qilishni qattiq o'rganganimni gaplashamiz. To'g'rirog'i, men makiyaj qilishni hech kimdan o'rganmaganman. Shunaqa desam, ishoninglar, chunki rostdan ham men hech kimni o'rganmaganman. O'zim chunki menga o'zi boshida makiyaj qilishga hech kim ruxsat bermasdi. Makiyaj qilsam ham ko'pchilik gapirardi, urishardi, boshqa bo'lardi. Keyin men baribir o'zimni bilganimdan qolmaganim uchun hech kim hech narsa demay qo'ygan. Men o'zi boshida oddiy mana bilmasdim ham qanaqa narsalar qatga suriladi, nima bilmasdim. Keyin ko'proq mana shu YouTube'da men 10 yoshimdan YouTube'da mana shunaqa kosmetika, makiyaj videolarini ko'p ko'rardim-da. Qanaqa qilib surishlari, texnikalariga вообще e'tibor berardim. Va keyin o'zimda buni qilib ko'rganman, lekin u paytda meni kosmetikam bo'lmagan, конечно. Onamning kosmetikalarini olardim-da, xohlaganimcha makiyaj qilib tashirdim. Ko'rsanglar, men bu yerga rasm topsam qo'yib qo'yaman. Вообще слишком ko'zlarim ko'k, qop-qora bo'lib вообще qila olmasdim. Hamma qiz ham boshida hech narsani qila olmaydi. Hammamiz ham bu dunyoga hamma narsani bilib kelmaganmiz, to'g'rimi? Kelib, xato qilib ko'rib, keyin bilamiz. O'shaning uchun ham mana boshida umuman makiyaj qilishni bilmasdim. Strelkani S harfini ham chiza olmasdim. Lekin harakat qildim, yangi narsalar olishni boshladim va shunaqa makiyaj qiladigan bo'ldim. Hozir makiyajim uncha kamerada bilinmasligi mumkin, lekin meni makiyajim bor. Hozir yuzimda ham, chunki men to'garakdan keldim. Bugun sizlarga o'zi get ready olmoqchi edim, keyin vlog olmoqchi edim. Hammasi bir joyga kirib ketdi, chunki men o'zi sal kechroq turdim. Yana kamga mashina bo'lmadi ozgincha, o'shaning hisobiga bugun ozgina asabiylashdim. Shuning uchun video olishga ham o'zi hozir menda kayfiyat yo'q edi, lekin kecha bitta qizga men shu haqida gapirib aytib qo'yganim uchun mana shu videoni olishga qaror qildim. Yana bir ikkita videolar oldim, uni ham ko'rib olsanglar bo'ladi. No, qizlar, shunaqa men makiyaj qilishni hech kimdan o'rganmaganman. Hech kim menga men bunaqa makiyaj qilasan, men buni bunaqa qilasan, buni bunaqa qilasan deb o'rgatmagan. Hammasini o'z tajribamdan kelib chiqib, qiyinchiliklardan, qanaqadir xunuk makiyajlardan o'tib, shunaqa makiyaj qilishga yetib kelganman. Men ham boshida hech qanaqa keraksiz bir kosmetikalarga, bir nimalarga pul sarflardim. To'g'risini aytsam, chunki men u paytda hali bilmasdim nima kerak. Aynan nima kerak meni makiyaj qilishim uchun. Hozir men qanaqa turda makiyaj qilishimni, men qanaqa makiyaj qilsam chiroyli bo'lishimni bilib olganman va o'sha narsalarnigina olaman. Qolgan narsalar menga kerak emas-da o'sha. Keyin sekin boshlaganman, tonalka emas, BB kremdan boshlaganman. Mana shu BB kremdan boshlaganman, lekin haligacha shuni ishlataman. Cho'qqa tushadi. Prям ugrilarimni yopmasa ham, menga ugrilarni yopmasa ham, просто menga ozgina ton bersa bo'ldi. Chunki menda kichkinaligimdan travma, что san qorasan. Shunaqa travma bor. O'shaning uchun ham men ozgina ton bersa bo'ldi deb, men shundan boshlaganman o'zi hammasini. Keyinchalik sekin boshqa narsalarni ham qilib ko'rishni boshladim, o'rganishni boshladim. Strelkani ham keyin qanaqasini ishlatsam meni qo'limga to'g'ri kelishini o'rgandim. Keyin osonroq chizish uchun birinchi qizlar, sizlarga tavsiyam, strelka chizmoqchi bo'lsanglar, shunaqa qalam versiyali qalam emas, bu ham shunaqa bo'ladi. Uchi shunaqa strelkalarni olib chizsanglar, bu ancha qo'lingizga udobniy. Anaqa idishli strelka bo'ladi, idishi bo'ladi, keyin buni bundoq burab ochasizlar-da, keyin chizasizlar. Bunaqa strelkalar qiyin bo'ladi boshlanishiga, chunki men ham boshida shunaqa strelka olib qo'yganman, lekin chiza olmaganman. Undan keyin men o'ylaganman, shu strelka chiza olmayman. Strelka men uchun emas deb o'ylaganman. Keyinchalik men buni emas, men bitta uzun marketdan pododka olganman. Bunaqa emas u, lekin shunaqaroq edi. Keyin o'shani o'rganib, keyin mana shunaqaga qo'lim bor, o'rganishini bilganman-da, keyin faqat shunaqada chizadigan bo'lganman. Shunaqa qizlar, sizlar bitta narsani ishlatib ko'rib, yo'q, bu narsa men uchun emas ekan, bu narsada men makiyaj qila olmas ekan, boshqa narsalarni ham olib, ishlatib, qilib ko'rganinglardan keyingina buni bilsanglar bo'ladi. Men hozir konturing qilmayman yuzimga, chunki konturing qilishni bilmayman, lekin keyinchalik xudo xolasa unga ham narsalarni sotib olsam, uni ham o'rganishim mumkin qizlar. Agar mana shu makiyajimni, hozir yuzimdagi makiyajimni tutorial qilib berishimni xohlasanglar, kommentariyaga просто yurakchalik stiker qoldirsanglar ham, men sizlarga mana shu makiyajimni tutorialini ko'rsatib beraman. Tutorial. Xullas qizlar, men shuni ko'rsatib beraman,
Chunki ko'pchilik qizlar aytadi, makiyajingizni chiroyli qilar ekansiz deb aytishyapti. O'shaning uchun ham men sizlarga buni boshidan oxirigacha, ipidan ignasigacha ko'rsatib berishim mumkin. Hech kim, men o'ylashim bo'yicha hech kim bu dunyoga hamma narsani bilib kelmaydi. Keladi, xato qiladi, o'rganadi, izlanadi va shundan keyingina natijaga erishadi. Like bosib, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. 100 mingta bo'lishimiz kerak. Bunga sizlar yordamingiz kerak.